وروحي أحرفي ولساني عربية حسبي بأنك منطقي وبياني. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Azizlar, sizlar bilan arab alifbosi darsimizni davom etkazamiz. Sizlar bilan biz shu vaqtgacha madsiz so'zlarni o'qishni o'rgandik. Ya'ni harflarga harakatlar qo'shilib tovushlar o'zgardi. Mana shu o'qishni biz o'rgandik. Ya'ni mad harflarni hali o'rganganimiz yo'q. Bugun inshaalloh sizlar bilan mad harflarini o'rganamiz. Mad harflari nima? Avvalambor biz fatha, kasra, dommani bildik. Mana men sizlarga doskaga yozib ko'rsataman. Sana bir chiziq chizsak, biz fathani bildik. Fatha harfning yuqori qismida bu shaklda bo'ladi. Kasra esa harfning ostida bo'ladi. Chiziqcha bu kasra i tovushini beradi. Bu esa domma. Domma harfning ust qismida bo'ladi. Bu u tovushini beradi. Demak, bular harakatlar. Xuddi shunga o'xshagan madlar bor. Madlar, bu mad harflari yaxshi bilaylik. Alif mad harfi va vav va ya harflari, bular mad harflar deyiladi. Mad harflar alif, vav va ya harflar. Mad harf degani nima degani o'zi? Mad harf degani ovozni uzaytirishlik. Ya'ni Qur'onda o'quvchi odam biroz ovozini uzaytiradi. Cho'zishlik degani. Masalan, Musa deb biroz cho'zamiz. Shuni mad deyiladi. Madlar masalan aytaylikki ba harfi. Birinchi alifda aytaylik, alif. Masalan alif. Masalan hamza, bu hamza. Ya'ni hamzamiz masalan fathalik. Undan keyin alif keldi. Qanday o'qilinadi shu? Ya'ni alif kelsa, biroz cho'zilish kerak. Shuning uchun biz nima qilamiz? Bu hamzani, bu alifni hazf qilib yuboramizda, hazf qilib turib, bundan evaz mana maddob kelib qo'yamiz. Bu degan. Masalan, Qur'oni Karimda Qur'an desak, masalan Qur'an. Mad qo'ysak, Qur'an. O'zi aslida yozilish qanday bo'ladi? Aslida masalan Qur'an. Bu shaklda yozilishi kerak, Qur'an deb. Lekin biz mana hamzani olib tashladikdan, undan keyin alif, mad harfi alif kelganligi uchun biz mana bu madni olib kelib qo'ydik. Qur'an deb biroz cho'zib, ikki harakat cho'zib o'qilinadi. Masalan ba harfi. Ba harfiga agar fatha qo'ysak, ba bo'ladi. Ba. Bu cho'zilmaydi. Endi bunga alif olib kelsak, ba biroz cho'zilinadi. Ba deb. Masalan ba harfi kasra olib kelsak, bi bo'ladi. Bi. Endi bunga ya harfini qo'shsak nima bo'ladi? Bi cho'zilinadi. Bi deb. Ya'ni bi deyilmaydi-da, bi deyiladi. Masalan ba harfi domma olib keldik. Bu bo'ladi. Cho'zilmaydi, bu bo'lib. Endi bunga domma olib kelsak mana. Bu ta ham xuddi shunday, ka hamma harf shunday. Masalan ta harfi ta alif olib kelsak, ta cho'zilinadi. Ta harfi kasra, ti. Bunga endi ya olib kelsak, ti. Ta harfi domma olib kelsak, tu. Bunga endi vovni qo'shsak, vovni tu biroz cho'zilinadi. Xuddi shunday o'qilinib ketilaveradi. Juda ham Qur'oni Karimda juda ham ko'p uchraydi. Mana bu haqda alohida hamza bobiga kelganimizda men tushuntiraman.
hamza bobi keladi hali muallim soni kitobimizda va undan tashqari lug'a arabiya darsini lug'a arabiya darsiga qatnashayotgan bo'lsanglar sarf darsligida juda ham yaxshi tushuntirilgan. Ya'ni bu mad haqida alohida gap keladi. Hozirgi biz darsimiz demak mad harflari alif, vav va ya harflar ekan. Ba'ga qo'shilganda, fatha qo'shilganda qanday o'qilinadi? Ba, bunga alif qo'shilsa biroz cho'zilinadi. Ba, bi, bu deb turib biroz ikki alif cho'zilinadi. Demak, men hozir muallim soni kitoblaringga qaranglar. Men muallim soni kitobidagi mad harfi qo'shilgan harflarni birma-bir sizlar bilan o'qiymiz. Siz kuzatib boring. Demak, o'tiramiz. Mad harflari bilib o'tdikki, nima ekan? Alif va ya va vav harflari. Alif, ya va vav harflari mad harflari deyiladi. Demak, alif harfiga agar mad harf alif qo'shilsa a biroz cho'zilinadi. Agar ya qo'shilsa i biroz cho'zilinadi. U murunni ishlatmaymiz. O demaymiz-da. U endi ba qaranglar. A i u ba bi bu o'ta ham ko'p cho'zib yormaymiz. Ba bi deb o'ta ham ko'p cho'zmaymiz. O'rtacha ikki harakat, ya'ni cho'zamiz. Masalan, ba bi bu oddiy mad cho'zish, ya'ni mad tobiiy deyiladi. Oddiy cho'zishlik. Masalan, Musa deymiz yoki ya Musa ikki alifdan cho'zilinadi. Ya Musa xuddi shunday. Bu tabiiy inson cho'zadi. Hech kim ya Musa demaydi-ku. Ya Musa yo'q. Oddiy arab tilini gapirayotgan odam ya Musa deydi masalan. Xuddi shunday ba bi bu ta ti tu fa fi su ja ji ju ha hi hu. Ikki martadan qaytarsak ham yaxshi bo'lar ekan. Takror bo'lgani yaxshi. Masalan, mana har bir nimani so'zda ikki martadan qaytarib o'qib beraman. Sadan boshlasak, mana sa fi su sa fi su ja ji ju ja ji ju ha hi hu ha hi hu. Agar shu madni olib tashlasak qanday o'qilinar edi? Ha, hi, hu deb o'qilinadi. Endi mad qo'yapmiz, hadan keyin alif qo'yapmiz. Ha kasra bo'lsa hi, hu. Kho, xi, xu. Kho, xi, xu. Da, di, du. Da, di, du. Za, zi, zu. Za, zi, zu. Ra, ri, ru. Ra, ri, ru. Za, zi, zu. Za, zi, zu.
سا سي سو سا سي سو شا شي شو شا شي شو صا صي سو صا صي سو ضا ضي ضو ضا ضي ضو طا طي طو طا طي طو ظا ظي ظو ظا ظي ظو ع عي عو ع عي عو غا غي غو غا غي غو فا في فو فا في فو قا قي قو قا قي قو كا كي كو كا كي كو لا لي لو لا لي لو ما مي مو ما مي مو نا ني نو نا ني نو وا وي وو وا وي وو ها هي هو ها هي هو يا يي يو يا يي يو بو يي با بو يي با يو بي يا يو بي يا تو هي تا تو هي تا هو تي ها هو تي ها ثو وي ثا
vu ti wa vu ti wa ju ni jam nu ji nam nu ji nam hu mi ham hu mi ham mu hi ma mu hi ma khu li kha khu li kha lu khi lam lu khi lam du ki da du ki da ku di ka ku di ka ذو قي ذا ذو قي ذا قو ذي قا قو ذي قا رو في را رو في را فو ری فا فو ری فا زو غي زام زو غي زام غو زي غا سو عي سام سو عي سام عو سي عام عو سي عام شو ضي شام شو ضي شام ضو شي ضا ضو شي ضا سو طي صا سو طي صا طو صي طا طو صي طا ضو إي ضا ضو إي ضا مال مال حال حال ya'ni bu madlar alif bilan kelgan madlar. Nar nar jah
جاه شام شام سام سام باري باري عالي عالي راضي راضي قاضي قاضي هادي هادي حالي حالي كلام كلام سلام سلام حلال حلال حرام حرام جلال جلال جمال جمال كمال كمال إمام إمام حساب حساب نظام نظام غراب غراب غلام غلام غبار غبار تراب تراب أموال أموال أحوال أحوال أعمال أعمال أعلام أعلام أموات أموات أمراض أمراض قواعد قواعد عوامل عوامل شواهد شواهد جواهر جواهر كواكب كواكب مكاتب مكاتب إكرام إكرام إعلام إعلام إخلاص إخلاص إظهار إظهار إصلاح إصلاح إفساد إفساد عالم عالم صابر صابر ماهر ماهر طالب طالب فاتح فاتح صالح صالح قام قام طاف
طافا تابا تابا قولي قولي طوفي طوفي توبي توبي يقال يقال mana qofda cho'zyapmiz chunki undan keyin alif kelyapti. Alif mad harflaridan ikki alif cho'zilyapmiz. Yuqalu. Undan keyingi domma esa cho'zilmayapti. Yuqalu desak bitta vov kerak. Bitta mad vov kerak. Shuning uchun yuqalu, yutafu, tutabu, yaqulu, taqumu, yatufu, yatubana, yatubana, yaquluna, ana yaquluna. Vov kelyapti, ikkita vov. Yaqu qofdan keyin va harf vov kelyapti va lam harfidan keyin kelyapti. Yaquluna, taqumuna. Agar nunni ham cho'zadigan bo'lsang, unga ham bitta alif kerak. Yaquluna bo'lib bitta alif kelish kerak. Yo'q, kelmaganligi uchun biz cho'zmaymiz. Taqumuna, yatufuna, taquluna, yansuruna, tadkhuluna, ya'lamuna, ta'maluna, yashhaduna, tasrifuna, yarji'una, tajlisuna, yukrimuna, tuslimuna, yukhlisuna, tukrimuna, yansuruna, tudrabuna, yajtami'una, taktasibuna, yahtasibuna. Qo'llaring qo'yib boringlar. Men o'qiyotgan so'zlarga har biriga qo'llaring qo'yib sizlar ham ichlaringda takrorlanglar. Yahtasibuna, tastashhiduna, yastakhrijuna, ushkura. Ana ro harfidan keyin alif bor. Shuning uchun cho'zyapmiz. Ushkura. Agar ushkura desak, kaf harfidan keyin bitta vov kelsa, mad vov qo'shsak, shunda ushkura deb o'qiymiz. Hozir yo'q. Faqat rodan keyin alif bor. Ushkura, unsura, i'lama, ushkuri, unsuri, i'lami, mukrimani, muslimani, mukhlisani, munfiqani, mukrimuna, muslimuna, mukhlisuna, munfiquna, muslimat, mukhlisat, mansuruna, matlubuna. Endi demak alif va vav harf maddilarini o'tdik hozir. Endi esa yo harfi. Ya harfi ham mad harflari kiradi. Mad harflariga alif, vav va ya harfi kiradi dedik. Mana ya harfniki hozir boshda kelishi, o'rtada kelishi va oxirida kelishligi. Mil, ya'ni madimiz bu yer yo harfimiz sukunlik. Masalan, Qur'on o'qiymiz-ku, alamin. Masalan, basir. Ashitda al-ya bisukun, sukun bilan keladi. Bu
ikki alif cho'ziladi. Mil, nil. Ichlaringda takrorlab boringlar. Fil, hin, sin. Bu shakl juda ham Qur'onda ko'p keladi. Shuning uchun e'tiborliroq bo'linglar, chunki Qur'on o'qishimizga, boshqa bir arab kitoblarini o'qishligimizga juda ham bu foydasi katta. Shin, karim, alim, sami', aziz, hakim, miskin, mi'tir, ifrit, idris, ta'lim, tadris, tabrik, tahsin, bi'a. Yani yamiz sukunlik. Bi'a. Mila. Yani ayndi ham undan keyin fatha bor. Yani cho'zib yormaylik. Masalan, bi'a deb cho'zib yormaylik. Bi'a. Faqat fathanigina bildiramiz xolos. Mila. Bunda ham mila deb yormaymiz. Mila desak, ladan keyin bitta alif kerak. Mila. Aisha, yabi'u, yamilu, ta'ishu, tabi'ina, tawarikh, tawarikh, tarawih, vovdan keyin alif bor, tarawih, mukrimina, muslimina. Mana azizlar, sizlar bilan demak mad harflarini bilib o'tdik. Mad harfini madd bil alif, madd bil vav, madd bil ya, yo bilan kelgan madni o'rgandik, ya bilan vav bilan kelgan madni o'rgandik va alif bilan kelgan madni o'rgandik. Endi buni yaxshilab takror qilasizlar. Albatta o'qib, o'z yozib bizga yo'llang, o'qib turib telefoningizga ham yozib turib bizga ekranda ko'rib turgan email orqali, ya'ni elektron pochta orqali bizga yo'llang. Albatta biz sizga o'z munosabatimizni bildiramiz. Demak, bugungi darsimiz mana shulardan iborat. Keyingi darslarda ko'rishguncha xayr, sog' bo'ling, salomat bo'ling. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.